Keyin sizlarga 16 yoshimda ishlatadigan uxudvi kosmetikani obzor qilib beraman. Birinchisi bu, конечно же, penka. Hozirgi kunda men Tintalankni ishlatib kelaman va penkani har doim har xilini olaman, shuning uchun bitta favoritim yo'q. Keyingi esa bu toner. Toner menga imla shunisi juda ham yoqdi. No'g'ji kam qopti. Tonerni men imga qo'limga surtaman va umuman paxtani ishlatmasdan qo'limda ozgina surtib, keyin yuzimga suraman. Menga Kelmax toner men yuzimga juda ham mos tushdi. Keyingisi esa bu, конечно же, krem. Kremni men oldin yana Miu Beauty'da ishlatib ko'rganman, lekin hozirgi kunda Axisiyani kremni ishlataman. Men yuzimga просто zo'r tushdi, hech qanaqa раздражение ham bo'lmadi. Va menga eng yoqadiganlari bu, конечно же, sivrtkalar. Bu sivrtka men uchun nomer 1, chunki yuzimga ham zo'r tushgan, lekin nomini bilmayman. Keyingisi bu Mixitdan nashon sivrtka. Men faqat kechqurun ishlataman va bu takoy yog'ga o'xshaydi. Va uchinchisi bu Garnierdan vitamin C li sivrtka. Buni men oldin ko'p ishlatardim, но hozir unchalik emas. Endi SPF haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda mana shunisi, ikkinchi o'rinda Garnier, chunki u krem sivrtka plus va uchinchisi La Roche. Va oxirgi ishlatadigan bu shunaqa enzimniy pudra. Buni men har haftada 1 yoki 2 martalab ishlataman. Va shu bilan men uxudvi kosmetikam tugadi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu uxud 16 yoshli qizga ko'pmi yoki kammi? Fikringizni kommentariyada kutaman. Всем пока.